ya'ni Qadr kechasida 4 ta amalni qilmasdan uxlamagin. Nima amallar ya Allohning rasuli? Hammamizga tegishli shu narsa. Birinchisi Qur'oni Karimni bir marta xatm qil. Ikkinchisi barcha payg'ambarlarga qiyomat kuni o'zingga shafoatchi qil. Uchinchisi barcha musulmonlarning roziligini topgin. To'rtinchisi haj va umra qilgin. Shularni aytganlardan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xufton namozini o'qishga kirishdilar. Namoz tugaguncha kutdim. Rasululloh salom berganlardan keyin so'radim: "Ey Allohning rasuli, otam, onam sizga fido bo'lsin. Menga shu 4 ta amalni bajarmay uxlamasligimni aytdingiz. Lekin shuncha amallarni bir kechada qila olmayman. Bularni yo'lini ko'rsating." Shunda Rasululloh tabassum bilan menga javob berdilar: "Ey Oysha, aytgan amallarim sendan hech qanday kuch talab qilmaydi. Chorasi quyidagicha. Birinchisi, 3 marotaba Ixlos surasini o'qisang, ya'ni Qul huvallohu ahadni o'qisang, Qur'onni xatm qilganchalik bo'lasan" dedilar. Ikkinchisi, menga va boshqa payg'ambarlarga salovat aytsang, bizlar senga qiyomatda shafoatchi bo'lamiz. Uchinchisi, mo'min birodarlaring uchun Allohdan afv tilasang, ularni hammasini rozi qilgan bo'lasan. Namozda aytadigan salovat Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammadni aytishlik, jami o'tganlarimiz, atrofimizda yurganlarimizni gunohini Xudodan so'rab, mag'firatini so'raydigan bo'lsak, barcha odamlarning roziligini topgan bo'lar ekanmiz. Undan keyin subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quvvata illa billahil aliyul azimni aytgan odam haj va umra qilganning savobiga ega bo'ladi dedilar. Mana shu Qadr kechasida.